Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, miyoma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida bir kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Tramp Putinning taklifini rad etdi. Bugun AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Eron va Isroil o'rtasidagi mojaroni hal qilishda vositachi bo'lish taklifini rad javobini berdi. Aslida u vositachilik qilishga yordam berishni taklif qildi. Menga yaxshilik qiling va vositachi bo'ling. Keling, avvalo Rossiya bilan shug'ullanamiz, xo'pmi? Buni keyinroq hal qilamiz dedim. Shu bilan birga Amerika rahbari Putin bilan kecha gaplashganini aytib o'tdi. Ammo Putin va Tramp o'rtasidagi so'nggi ma'lum bo'lgan suhbat 14-iyun kuni bo'lib o'tgan ekan. Ular Yaqin Sharqdagi vaziyatning xavfli keskinlashuvini muhokama qilgan. Unga ko'ra Tramp vaziyatni juda xavotirli deb atagan. Putin esa Rossiya ikki davlat o'rtasida vositachi sifatida harakat qilishga tayyorligini ma'lum qilgan. Rossiya va AQSh rahbarlarining telefon suhbati 50 daqiqa davom etgan. Avvalroq Tramp Putinni ko'ndirish uchun Lukashenkodan foydalanmoqchiligini yozgan. Nashrga ko'ra, Tramp ma'muriyatning yuqori martabali rasmiylaridan biri yaqin kunlarda Belarusga borishini va Aleksandr Lukashenko bilan uchrashishni rejalashtirmoqda.